Xushxabar do'stlar, yangilikning zo'ri Eron va Amerika Isroil o'rtasidagi urush yakunlandi. Ya'ni shunday xabarlar chiqdi do'stlar, Eron tomoni o'zining sahifasida aytdiki, Eron yutdi, biz yutdik deya e'lon berdi. Kecha kuni Amerika prezidenti Eronga 48 soatlik ultimatum qo'ygan edi. 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini ochmasa biz Eronni yo'q qilib yuboramiz, bundoq qilib va yana Donald Trump gapini qaytarib oldi. Va bugun tongda shunday e'lon berdiki, biz urushni to'xtatdik 10 kun 2 haftaga deya. Eron esa o'zining yutganini e'lon qildi do'stlar, hamda Eron qo'ygan shartlarga Amerika roziligini ham aytdi. Ulardan biri esa Hormuz bo'g'ozi nazoratda bo'ladi, Eron tomonidan bo'ladi, hamda mana shu urush davomida qancha mablag' sarflagan bo'lsa, Eron Amerika buni to'lab beradi va uran neftini qazib olishda hech qanday Amerika to'sqinlik qilmaydi. Va agarda mana shu shartlarga va mana shu to'xtagandan keyin ham agar Amerika buzsa, o'zining va'dasidan chiqib buzib turib Eronga yana hujum qilsa, Eronning javobi juda ham shiddatli, qattiq va yana urush boshlanishini aytib o'tdi do'stlar. Urush tugasin, hammasi yaxshi bo'lsin. Eronga kuch-quvvat bersin. Do'stlar, birgina like bosib, kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Barchaga rahmat.